Mamlakatimizda mahalliy davlat hokimiyati faoliyati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu jarayon eng avvalo hududiy boshqaruvni samarali tashkil etish, kengashlar vakolatlarini kengaytirish va aholining muammolariga tezkor yechim topishga qaratilgan. Shu maqsadda deputatlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan o'quv seminari tashkil etildi. Mahalliy davlat hokimiyati tizimida mutlaqo yangi bosqich boshlandi. Bu faqatgina tashkiliy o'zgarish emas, balki mahalliy davlat boshqaruvini tashkil etishning yangilanishi demakdir. Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasi hamda uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Seminar davomida mazkur konsepsiyada belgilangan asosiy maqsad bo'yicha muhokamalar o'tkazildi. Seminar biz uchun juda foydali bo'ldi. Men masalan ham tuman kengashi deputati, tuman kengashi raisi hamda mahalla raisi sifatida o'zimga juda ko'p narsalarni oldim. O'quv seminarimiz davlatimiz rahbari murojaatnomalarida belgilangan qonunlarni mahallalarda mahalla yettiligi bilan birgalikda amalga oshirishdagi biz uchun dasturul amal bo'ldi. Bilamizki, yangi konstitutsiyaning 122-moddasiga ko'ra, xalq deputatlari kengashlar tegishli mahalliy byudjetlarni ko'rib chiqish va qabul qilish, ularning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, mahalliy kengashlar hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarini tasdiqlash vakolatiga ega. Mahalliy kengashlar ushbu dasturlarni tasdiqlash bilan birga ularning ijrosini nazorat qilishi, bu borada nazorat tahlil faoliyatini olib borishi, mutasaddilarning axborotlarini eshitishi hamda muhokama qilib borishi muhim ahamiyatga ega. Dasturda belgilangan ijtimoiy ahamiyatdagi fuqarolarimiz uchun kerak bo'lgan chora-tadbirlar mahallalarda qanday aks etyapti? Ana shuni aniqlash uchun mahalliy kengash deputati bevosita joylardagi saylovchilar bilan uchrashuvlar orqali mahalladagi mahalla fuqarolik yig'inidagi faoliyat yuritgan mahalla yettiligi bilan bevosita samaradorlik qilish orqali ushbu demak dasturlar yoki byudjet mablag'larining joylarga yetib borishini demak samarali nazorat qilishni ham ta'minlaydi. Mahalla yettiligi mahalladagi ijtimoiy muammolarni moliyaviy resurs talab etmasdan yoki minimal xarajat bilan tezkor va profilaktik tarzda hal qilishga qaratilgan birinchi bo'g'in hisoblanadi. Robiya Xunusrorova, Asror Ibrahimov, Yoshlar.